Assalamualaikum, hörmətli Şərq Türkistanlıq qərindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmununu diqqətinizə sunumuz. Birləşmə Agentliğinin 9 sentyabr günüdəki xəbərdə Xitoydagi 10 minglarcha inson eng cho'ng kuzatish apparatining sayesinde viloyatlardan hatto uylaridan ayrilishda to'salg'iga uchirmoqda. Birləşmə Agentliğinin tədqiqatiga qaraganda bu texnikalarning hammasi Amerikadan kelgan deyildi. Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin Cumhur Reisi Doktor Məmtəminəli Əpəndi 22 avqust günü bununla inkaz qaytırıb, bu Silikon vadisinin Şərq Türkistan'ı qandaq qılıb dünyanın eng çoğun küzütüldiğen yeriga aylandırğanlığını görsətadigan, insanның tenini şürkəndirdiğen, hammaga ma'lum ochiq oshkora ahvol. Germaniya tashqi munosabatlar kengashining tadqiqotchisi, Xitoy soqchilarining Amerika texnikasini ishlatishni tadqiq qilgan tadqiqotchi Valentin Weber hamma narsa Amerika texnikasi ustiga qurilgan. Xitoyning iqtidori nolga yaqinlashdi dedi. Microsoft, Oracle, Intel, IBM, Cisco, Amazon Tor mulozimati, Asri, Seagate, Western Digital, Nvidia, Thermo Fisher qatorliq shirkatlar Sharq Turkistondagi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi mezgilida Xitoyning saqchi va sonliq ma'lumot sistemasini taraqqiy qildirishda hal qilg'uchi rol o'ynadi. Bu şirketlerning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligidagi sherikligi Sharq Turkistondan halqib ketdi. Silikon vadisi kelgusida Amerikani kuzatish holatiga o'zgartishga ishlatiladigan texnikalarni to'liq taraqqiy qildirdi va sinab qildi. Amerikada siyosiy davolg'ish yuz berdi deb faraz qilaylik. Bundaq ahvolda hukumat balkim Xitoyning izidan mengib siyosiy ma'lumotchilikqa taqobil turish uchun saqchi davlat qurishi mumkin. Jinoyat jazolanmaganda takrorlandi dedi. Xitoy katibashi Xi Jinping atalmish Şinjan Uyg'ur avtonom rayoni qurilganligining 70 yilligini xotirlash murosimiga qatnashgan. Xitoyning muhim zuoni bo'lgan Xitoy markaziy televiziya stansiyasining 25 sentyabr kunidagi xabarida Jungo prezidenti, Jungo Kompartiyasi Markaziy komitetining bosh kotibi, Markaziy harbiy komitet raisi Xi Jinping 2025 yili 24 sentyabr chorshanba kuni kechda Şinjan Uyg'ur avtonom rayonining markaziy Urumchida Şinjan Uyg'ur avtonom rayoni qurilganligining 70 yilligini xotirlash murosimiga qatnashdi. Murosimda Güzel Şinjan nomli tabriklash faoliyati ko'rsatildi. Faoliyat 3 qismga bo'lingan. Birinchi qismi Şinjanning sotsialistik qurilishdagi hayotiy kuchini o'tirg'a qo'ydi. Ikkinchi qismida islohot va rayonga echitish ilib kelgan hayotiy kuch namoyon qilingan bo'lsa, oxirgi qismida Şinjandagi har millat kishilarining yangi davrdagi orzusini amalga oshirishdagi go'zal tasavvuri tasvirlangan deyildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Mao'ning 23 sentyabr kuni ijtimoiy axborot suhbati X'da davlat prezidenti Xi Jinping Şinjan Uyg'ur avtonom rayoni qurilganligining 70 yilligini xotirlash munosabati bilan Urumchiga bordi va har millat omma tarafidan qizg'in qarshi olindi dedi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining Cumhur Reisi Doktor Məmtəminəli Əpəndi 24 sentyabr kuni ijtimoiy axborot vositalarida buningga qarata inkos bildirib mundaq dedi. Xi Jinping Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining bosh planlag'uvchisi. Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning hayotini, kulturini va kelajagini vayron qilgan sistemalik, o'xshashi bo'lmagan inson qalbidan chiqqan harakatlarni ko'zdan kechirguchidir. U yer sharidagi bu jahannamga prezidentlik qilayotgan bo'lsa-mu, ismi tarixda yolg'iz Xitoy Kompartiyasining prezidenti deb yozilmay, qalayimqon irqiy qirg'inchilik va qotillik jinoyatchisi deb xotirlandi. Bu vahshiylikka qatnashgan Xi Jinpingdan tortib Sharq Turkistondagi yerlik hukumat xodimlarigacha, Xitoy Kompartiyasi siyosiy bürosidan tortib yerlik saqchi tarmoqlarigacha keng ko'lamda nazarband ostiga ilish harakatlariga yordam bergan Xitoyning yuqori texnikalik shirkatlaridan boshlab chet el shirkatlarigacha bo'lgan har qanday o'rin adolat oldida so'roqqa tortildi. Bu bugun yoki erta yuz bermasligi mumkin, ammo kelgusida yuz berdi. Xi Jinping boshqalarga xalqaro tartib va kishilik huquq to'g'risida dars so'zlaydigan eng oxirgi kishi. U kishilik huquq, kishilik hayot va insoniy qadr-qimmatning dushmani. Uyg'urlarning irqiy qirg'inchiligi davomlashmoqda. Sharq Turkiston jalb qilarliq egiz binolari, ko'zni qamashtiradigan chiroqlari, gullangan sayohat nuqtalarining kaynida untinsiz azob chekmoqda. U Xitoy Kompartiyasining mustamlikasi ostida jahannamni yashayotgan joyga aylanib qoldi. Xitoyning dunyoga bo'lgan tahdidi tadrijiy eshiga ergishib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi insoniyat uchun mangulik askartish rolini o'ynashi kerak edi. Afsus, bu tragediyaga parvo qilmagan dunyo buni unutib qolgandek turadi.
Xitoy Kompartiyasi mavjud bo'lgan muddat ichida Sharq Turkistonning qismati boshqalarning beshiga keldi. O'xshash usul bilan Xitoy Kompartiyasi havaskorlarining endi Yaponiya va Janubiy Koreyani yig'ilish lagerlari va boshqa askariy usullar orqali ochqashkari vayron qilish bilan tahdid qilayotganligini ko'rib turibdimiz. Sizning sukutingiz va unutganligingiz Xitoy Kompartiyasi ro'yi kasallarining o'xshash jinoyatni sizgimi ishlashi uchun qimmatli fursat bilan ta'minlaydi dedi. Ibn Sina mundaq bir mashhur tajriba ishlaydi. U ikki sog'lom qo'yni ayrim-ayrim ikki qo'tonga so'laydi. Ularga yaqin qilib yana bir qo'tonga bir bo'rini so'laydi. Bu ikki qo'yning faqat birila bu bo'rini ko'ra oladi. Bu ikki qo'yga o'xshash yem-xashak beriladi. Ularning eg'irligimi dastlabida o'xshash keladi. Ammo bir necha oy o'tgandan keyin bo'rini ko'rib turadigan qo'y oromsizlashadi, o'riqlab ketadi. Tadrijiy ojizlashadi va kun sayin zaiflashadi. Bu qo'y uzun muddatlik stress ostida qoladi va har qanday idroklangan xatarga uchrab turadi. Shunday qilib u oxiri o'lib ketadi. Amaliyotda bo'ri uningga hech qanday tahdid solmaydi, ammo qo'y buni tushunmaydi. Bu tajriba odamni hayron qoldiradigan natijaga erishadi. Bo'libmi, ming yillar ilgari Ibn Sina uzun muddatlik stress bilan qo'rqinchning jonliqning metabolizmiga qanchalik salbiy ta'sir ko'rsatganligini bayqaydi. Uning bu tajribasi bizga hali ham ahamiyatli. O'zining dushmanidan har vaqt qo'rqib yashash odamni bosh oxiri chiqmas stressga soladi. Tenini zaiflashtirdi, metabolizmni qalayimqonlashtirdi va zehnini kordan chiqardi. Qo'rqinchoq odam uchun dushmanining yoki ko'rib turayotgan tahdidining o'zila emas, balki uning soyasimi u qadar qo'rqinchli bilinadi. Qo'rqqan sari hamma narsa ko'ziga qo'sh ko'rinib, ichidan tugishib ketadi. Tahdid hamma yerda bor. Gap uningga qandoq taqobil turishni bilishda. Ko'p hollarda dushmaniga nafrat qilish va uni mansitmaslik, ammo tayyorlikda bo'lish uning qo'rqinchni pasaytirishga va stressni azaytirishga foydali. Yana biri tahdidga tahdid qaytara olish psixik tanglikni saqlashda muhim. Kallaga o'rnashib olgan dushman obrazi ba'zida sirtdagi haqiqiy dushmandan vayron qilg'ich bo'ladi. O vaqtda bu jonliqning dushmani ikki bo'ladi. Biri sirtdagi dushman, yana biri uning kalladagi surlik obrazini to'xtamasdan ayon qilib, o'zini qo'rqitib turgan va dushmaniga qo'rqitib bergan kalla. Sharq Turkiston surgundi hukumatining Cumhur raisi doktor Mantimin A'la apandining yozmalaridan e'landi. Bugungi xabarlarimizning oxirisiga keldik. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.